Ya'ni tartib yoki betartiblik sog'lig'imiz va hatto fikrlashimizga ta'sir qiladi. Atrofingizga qarang, nimalarni ko'ryapsiz? Bejirim mebellarnimi yoki eskirgan prujinalari chiqib ketgan divannimi? Ivirsigan xonadonmi? Uyingizni qanday ko'rsangiz, hayotingiz ham shunday bo'ladi. Chunki bizni o'rab turgan muhit ichki olamimizga qarab shakllanadi. Ichki olamimiz esa ana shu muhitdan oziqlanadi. Biz va uyimiz bir-biriga uzviy bog'liq zanjir. Uydagi har qanday holat hayotingizga qandaydir shaklda ta'sir qiladi. Uydagi qulaylik, hamohanglik, go'zallik hayotingizga shodlik va muvaffaqiyatni jalb etadi. Chiqindilar uyda ham, hayotda ham bor. Uydagi chiqindilar nima? Bu keraksiz va eskirgan buyumlar, vaqt topib artilmagan changlar va qorong'u burchaklarda o'ralib yotgan o'rgimchak ini. Ularni ko'rishni xohlamaymiz. Qaramaslikka harakat qilamiz. To'g'rimi? Hayotdagi chiqindilar nima? Biz ko'pincha xafagarchilik, qo'rquv, singan ishonch va buzilgan munosabatlar qurshovida qolamiz. Qorong'u burchaklar hayotimizda ham bor. Bular biz ko'z yumayotgan, ko'rishni va hal qilishni istamayotgan muammolardir. Muhitni o'zgartirish hayotimizni o'zgartira oladimi degan savol ham berish mumkin. Bu savolga aniq javob berish ham aslida juda